Alisher Qodirov Solovyovni adabini bermoqchi. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikerining o'rinbosari, Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov parlamentga istalmagan shaxslar ro'yxatini kiritishga va'da berdi. Bu haqida u bugun 16-yanvar kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida aytib o'tdi. Tadbirda O'zbekistonning ichki ishlariga aralashayotgan ayrim xorijlik propagandist aqllilarning mamlakatga kirishni cheklash masalasi ko'tarildi. Andishani otini qo'rqoq deb qo'yish degan maqol bor-ku, O'zbekistonning bag'ri kengligini, O'zbekistonni tinchlikparvar siyosatini o'zicha talqin qilayotgan ayrim kuchlarga endi sal keskinroq qarash vaqti keldi deb o'ylayman, deydi Alisher Qodirov. Qalampur.uz jurnalisti so'nggi yillarda xorijda, xususan Rossiyada o'zbekistonliklarga nisbatan tahqirlash va bosim holatlari kuzatilayotgani va bunga javoban aytarli hech qanday amaliy chora ko'rilmayotgani yuzasidan bu kabi vaziyatlarni nazorat qilishni partiyalar zimmasiga olib, nomaqbul shaxslar ro'yxatini parlamentga kiritadimi degan taklif bilan savol bilan murojaat qildi. Deputat bunga javoban bu masala bo'yicha Milliy tiklanish demokratik partiyasi shug'ullanmasa, boshqa hech kim shug'ullanmasligini aytdi. Biz shug'ullanamiz, chunki oxirgi marta mana bu Solovyov gapirib chiqqandan keyin endi biz shug'ullanmasak, boshqa hech kim shug'ullanmas ekan degan xulosaga kelib bo'ldik. Bu bilan jiddiy shug'ullanmoqchimiz. Shu ro'yxatni kiritib, Tashqi ishlar vazirligi bilan muhokama qilamiz. Natijasi uchun albatta va'da bera olmayman, chunki qaror masalasi bor. Lekin taklif berish va tashabbus ko'rsatish masalasini o'rnatamiz, dedi Qodirov. Eslatib o'tamiz, amaldagi qonunga ko'ra O'zbekistonning davlat suverenitetiga, hududiy yaxlitligi va xavfsizligiga zid bo'lgan davlatlararo ijtimoiy, milliy, irqiy hamda diniy adovatni keltirib chiqaruvchi hamda O'zbekiston xalqining sha'nini, qadr-qimmatini yoki tarixini tahqirlovchi ommaviy chiqishlar qilgan yoxud harakatlar sodir etgan chet el fuqarolari yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxslar mamlakatda bo'lishi nomaqbul deb hisoblanadi va ularning mamlakatga kirishi taqiqlanadi.